Bugun hisob sozlamalarni ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana bu ismimiz yozilgan joyga bosilsa, demak ismni o'zgartirish mumkin, ism familiyani, telefon nomerini o'zgartirish mumkin hamda parolni o'zgartirish mumkin. Hop, ismni o'zgartirishni bosilsa, mana Odilxon Islomov. Misol uchun men Odilxon emas, Odiljon bo'lsam, tasdiqlashni bosaman. Muvaffaqiyatli o'zgartirildi. Demak, mana Odiljon bo'lib qoldi. Telefon nomerini o'zgartirish uchun 34 qilaman. Hop, o'sha yangi kiritilgan raqamimizga bir martalik nima boradi? Kod shuni kirgizib tasdiqlasak, shu bilan telefon raqamimiz o'zgaradi. Hop, parolni o'zgartirmoqchi bo'lsak, demak eski parolimiz 1234. Qo'yamiz hammasini. Yangi parolimiz 123 edi. Tasdiqlashni bosamiz. Bunda ham bir martalik parol keladi. Mana parolimiz muvaffaqiyatli o'zgartirildi. Demak chiqib, yana qaytadan kiradigan bo'lsak, 9766 edi. Meni eski raqamim 1234 edi parolim. Bossa mana xatolik keladi. Yangi parol bilan kirib ko'rmoqchi bo'lsam ham xatolik keladi. Sabab biz nomerni 34 qilib o'zgartirdik. Parolimiz 123 bo'ldi.